Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi күнділік xəvərlər proqramımızga xoş geldinglar. Men Hidayat Musacan. Bugün 10 ayının 21 günü Peyshanba. Hammalarga shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, to'g'ri diqqatinglar, bugungi xəvərlər proqramımızning tafsilotida bo'lsin. Bu yıl 11 ayının 13. günüdün 14. günügacha Çexiyaning poytaxti Pragada o'tkaziladigan 7. navbatlik Dunya Uyghur Qurultiyining har qaysi rahbarlik organlariga nomzodlik iltimosi qabul qilish xizmatlari muvaffaqiyatli tamomlandi. 7. navbatlik Dunya Uyghur Qurultiyi tayyorlik komitetining bugun stansimizga bildirishicha, 7. navbatlik Dunya Uyghur Qurultiyining rahbarlik organiga 70 ga yaqin rasmiy vakil o'zini nomzodlikka ko'rsatgan bo'lib, bu hozirga qadar chaqirilgan qurultaylar ichida o'zini rahbarlikka nomzodlik ko'rsatganlarning soni eng ko'p bo'lgan qurultay hisoblanadi. Qurultay tayyorlik komiteti nomzodlar komissiyasining mas'uli Samat Abla apandining bildirishicha, bu navbatlik qurultayning rahbarligiga nomzod ko'rsatganlarning xeyli ko'p qismi yoshlar va xonim-qizlarimizdan tarkib topgan bo'lib, bularning ichida xalqaro munosabat, xalqaro qonun, diplomatiya va boshqa sohalarda yetishib chiqqan va ko'p xil til iqtidoriga ega nomzodlarimiz bor. Dunya Uyghur Qurultiyining navbatdagi raisi, Germaniya vakili Dolqun Aysa apandi bilan qurultayning navbatdagi ijroiya komiteti raisi, Amerika vakili Umar Qanat apandilar o'zlarini 7. navbatlik Dunya Uyghur Qurultiyining raisligiga nomzod ko'rsatganligini bildirdi. Qurultayning nizomnomasi bo'yicha qurultay raisi faqat 2 qitim uda saylanish salohiyatiga ega. 7. navbatlik Dunya Uyghur Qurultiyi tayyorlik komitetining raisi Parat Yo'ronqash apandim bu munosabat bilan bugun stansimizga qilgan so'zida o'zlarini bu navbatlik qurultayning raisligiga nomzod ko'rsatgan Dolqun Aysa va Umar Qanat apandilarga, shundaqla o'zlarini qurultayning boshqa organlariga rahbarlikka nomzod ko'rsatgan barliq vakillarimizga saylamda muvaffaqiyatlik tilaydiganligini, nomzodlarning soni ilgirki qurultaylarga qaraganda alohida ko'p bo'lgani uchun bu navbatli qurultayning rahbarlik saylimining intayin keskin va tatliq raqobatlarga sahna bo'ladiganligini ifoda qildi. Chexiyada chaqiriladigan 7. navbatlik Dunya Uyghur Qurultiyida qurultayning 1 nafar raisi va 3 nafar muavin raisi, Qurultay ijroiya komitetining 1 nafar raisi va 4 nafar muavin raisi, Qurultayning 1 nafar bosh taftishi va 4 nafar muavin bosh taftishi, Qurultay fondining 1 nafar raisi va 2 nafar muavin raisi va Qurultay ijroiya komiteti qarmog'idagi 15 xizmat komitetlarining mudirlari, Qurultayning rasmiy vakil va kandidat vakillari tomonidan yoshirin ovoz berish usuli orqali rasmiy vakillar ichidan saylab chiqiladi. Dunya Uyghur Qurultiyining alohida maslahatchilari, bayonotchilari, katibi, arxiv bo'limi mudiri, rayonlar va sohalar bo'yicha alohida vakillar, shundaqla qurultayning har qaysi davlatlardagi maxsus ishxonalarining mudirlari qurultayning xizmat ehtiyojiga qarab qurultay raisi tomonidan vakillar ichi va sirtidan vazifaga taklif qilinadi va ijroiya komitetining tasdiqiga suniladi. Dunya Uyghur Qurultiyi markaziy ishxonasining stansimizga bildirishicha, bu yil 11 ayning 13 kunidan 14 kunigacha Chexiyaning poytaxti Pragada o'tkaziladigan 7. navbatlik Dunya Uyghur Qurultiyining tayyorlik xizmatlari oxirgi bosqichga kirgan bo'lib, qurultayning kun tartibi asosiy jihatdan shakllangan. Qurultayning tunji kuni, ya'ni Sharq Turkiston Cumhuriyet bayrami kuni tushdan burun qurultay tarafidan Sharq Turkiston Cumhuriyet bayramimizni qutlaqlash murosimi bilan birga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Uyg'urlarning mustaqillik talablari degan temada xalqaro ilmiy muhokama yig'ini va lager shohidlarining qatnashida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkaziladi. Muhokama yig'inida Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasini tadqiq qilayotgan chet ellik mutaxassislar, Uyg'urlar masalasini yaqindan qo'llab kelayotgan bir qism parlament va hukumat a'zolari, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari, shundaqla matbuotlarga to'nilgan jazo lageri shohidlari taklif qilinadi. 7. navbatlik Dunya Uyghur Qurultiyiga 30 davlatdan saylab chiqilgan 207 nafar rasmiy vakil va 87 nafar kandidat vakil mazkur muhokama yig'iniga ishtirok qiladi. 11 ayning 13 kuni tushdan burun Pragda chaqiriladigan mazkur muhokama yig'ini va Sharq Turkiston Cumhuriyet kunimizni qutlaqlash murosimi ommaga ochiq bo'lib, Chexiyaga qo'shni bo'lgan Germaniya va Yevropaning boshqa ellardagi qarindoshlarimiz agar sharoiti yor bersa Pragga bevosita kelib qatnashsa bo'ladi. Mazkur yig'in sizlar ko'rayotgan Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyasining YouTube va Facebook sahifalari orqali naq maydondan bevosita tarqatiladi. Uyg'urlar masalasi xalqaro muhim masalalarning biriga aylangan va Uyg'ur milliy harakati tarixiy bir burilish nuqtasiga qadam qo'ygan intayin xalqiliq paytda chaqiriladigan 7. navbatlik qurultayda qurultayning yangi rahbarlik hay'ati saylab chiqilish bilan birga, yana milliy harakatimizning bundan keyingi yangi strategiyalik plani va yo'l xaritasi turg'izib chiqiladi. Yaqinqi mezgillardan buyon Dunya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa boshchiligidagi qurultay hay'ati bir qancha qitim Germaniyadan Chexiyaning poytaxti Pragga berib, Uyg'urlar masalasini yaqindan qo'llab kelayotgan Chexiya parlamentining bir qism a'zolari va Chexiyadagi ba'zi kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari bilan ko'rishib, bu yil Sharq Turkistonning Cumhuriyet kuni boshlanadigan 7. navbatlik Dunya Uyghur Qurultiyining tayyorlik xizmatlari haqida muzokara olib bordi. Shundaqla qurultay ichiladigan zal ham qurultay vakillari o'rinlashadigan mehmonxona, tamoq qatorliq masalalar haqida tafsiliy o'rinlashtirish olib bordi. Dolqun Aysa apandi bu munosabat bilan stansimizga qilgan so'zida Pragda o'tkaziladigan 7. navbatlik Dunya Uyghur Qurultiyining tayyorlik xizmatlarining jiddiy turda ilib berilayotganligini,
Xitoy hokimiyatining hozirdan e'tiboran qurultiyimizning o'tkazilishiga buzg'unchilik qilish uchun Chexiyada jiddiy harakat olib berayotganligini va Chexiya hukumatiga bu vaqtda besim qilayotganligini. Shundaq bo'lishiga qaramasdan Chexiyadagi Uyg'urlar masalasini qo'llab kelayotgan parlament a'zolari va kishilik huquq tashkilotlarining o'zligidan safarbarlikka kelib Dunya Uyg'ur qurultiyiga zich hamkorlashgan holda 7-navbatli qurultayning turli konkret tayyorlik xizmatlarini qanot yoydirayotganligini. Chexiyadagi munosabatlik hukumat organlari va Prag shaharlik hukumatning 7-navbatlik Dunya Uyg'ur qurultiyi vakillarining Chexiyaga to'salg'usiz holda kelishi uchun diplomatik harakat olib berayotganligini. 7-navbatli qurultayning bexatar va tartibli holda o'tkazilishi uchun qurultay jarayonida Chexiyadagi ba'zi omonlik saqlash shirkatlaridan maxsus omonlik xodimlari kiralanadiganligini bayon qildi. Amerika Davlat Majlisida 19 oktyabr kuni ichilgan ziyonkashlikdan qo'g'dash, Hongkongliklar va Uyg'urlarga insonparvarlik yo'lini ichish temasidagi isbot anglash yig'inida Davlat Majlisi a'zolari va guvohlik berguvchilar birda Xitoy hukumatining bostirish, o'ch ilish, tutqun qilishda xavfiga duch kelayotgan Hongkongliklar va Uyg'urlarni qutqizish hozirgi vaqtining eng muhim taqozosi deyishdi. Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari komitetida ichilgan yig'inda oldi bilan mazkur komitetning raisi, Amerika Kengash palata a'zosi Jeff Merkley so'z qildi. U so'zida Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratayotgan irqiy qirg'inchiligi davom qilyotdi. Hongkongda hozir siyosiy jinoyatchilar borligi keldi. Vaziyat intayin og'ir. Biz konkret tadbirlarni ilishimiz kerak. Biz Xitoy hukumatining harakatini kontrol qilolmasakmi, zulmdan qochib bosog'imizga kelib qolganlarni qo'g'dash qudratimiz bor. Bugungi yig'inimizning maqsadi mana mushu dedi. Isbot anglash yig'inida Ovom palata a'zosi James McCorrin, Christopher Sims, Tom Malinowski qatorliqlar so'z qildi. Ularning so'zlarida Xitoy hukumatining Hongkongliklar, Uyg'urlar dunyoning narida bo'lishidan qat'iy nazar, ularni kontrol qilish maqsadini ishga oshirmoqchi bo'layotganligini, Xitoyning davlat halqigan besim harakatiga Amerikaning kuchli diqqat qilishi kerakligini ta'kidlashdi. Yig'inda yuqoridagi majlis a'zolaridan boshqa yana Maras fondining oliy siyosat analisti Olivia Inos, Hongkong Demokratiya kengashi maslahatchisi, faoliyatchi Sunni Ching va Uyg'ur shoiri va film ishlaguvchi Toyir Hamid Izgil qatorliqlar guvohlik berdi. Majlis a'zolari Amerikada panohlik talab qiluvchilarning ba'zilarining hozirgacha panohlik ishlarining hal bo'lmasligini qabul qilib bo'lmaydigan bir ahvol deyishdi. Ovom palata a'zosi James McCorrin dunyoning har yerida har turli zulmlar maydonga kelayotgan bo'lsa-mu, biroq Uyg'urlar va Hongkongliklarning masalasining eng muhim o'rniga qo'yilishi kerakligini, Amerika hukumati va majlisining darhol Uyg'urlarni bexatarligiga erishtirish uchun harakat qilishi kerakligini va o'zlarining bu vaqtdagi qonunlarni tezdan chiqarish uchun harakat qiladiganligini bildirishdi. Yig'inda tilga ilingan yana bir muhim tema bo'lsa Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan bir hokimiyatning qishliq olimpik musobaqasiga sohibxonalik qiladiganligi bo'ldi. Kengash palata a'zosi Jeff Merkley yig'indagi so'zida o'zlarining shuncha chaqiriqiga qaramay, olimpikni yo'tkazishga qo'shilmagan olimpik komitetini qattiq aybladi. U Beijing qishliq olimpik musobaqasini 1936-yildagi natsiz Germaniyasi o'tkazgan olimpik musobaqasiga o'xshatdi va bu tarixning takrorlanishiga yo'l qo'yishga bo'lmaydi dedi. Senator Jeff Merkley yana o'zlarining davomli holda bu vaqtda xizmat qiladiganligini, hukumatlarni musobaqani boykot qilishga, diplomatlarni avatmaslikka, qo'llovchi shirkatlarni qo'llashdan chekinishga davomli besim ishlatadiganligini bildirib yig'inni oxirlashtirdi. Amerikaning muz ustida figur chiqarib telish turi bo'yicha 3 qitim olimpik oltin medaliga erishgan atoqli tanharakatchi Evan Betis 2022-yillik qishliq olimpik musobaqasiga sohibxonlik qiladigan Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasi qo'rqinchli deb ayblagan va uningdan nafratlanadiganligini bildirgan. Evan Betis Xalqaro Olimpik Komiteti 19 oktyabr Gretsiya poytaxti Atinada murosim o'tkazib, olimpik mash'ilini Xitoyning Beijing qishliq olimpik hay'atiga o'tkazib bergan. Shundaqla bu voqea Uyg'ur va Tibet tashkilotlarining noroziligiga uchragan kuni bu so'zni qilgan. Amerika NBC kanalining xabar qilishicha, Evan Betis 19 oktyabr Beijing qishliq olimpiyaga qatnashadigan Amerika tanharakatchilar atritining axborot yig'inida kishilik huquq masalasi Xitoyning qishliq olimpikka sohibxonlik qilishiga savol paydo qilganligiga baho berishni xohlamaydiganligi haqida bir savolga javob bergan. U mundaq degan: "Barliq tanharakatchilarga vakolatini aytganda, men kishilik huquq tafsandachiligining nihoyatda qabih bir ish ekanligini ayta olmayman." Bu javobning Xitoyga qaratilmaganligi so'ralganda Evan Betis mundaq degan: "Mening javobim umumiy kishilik huquqqa mos kelishi mumkin. Agar siz Xitoyda musulmonlarga nima ish bo'layotganligini so'rasangiz, bu bak qo'rqinchli va vahimalik." Evan Betisning aytishicha, ular Uyg'urlarga bo'layotgan ishlardan nafratlanadi ekan. U mening tanharakatchilar uchun u yerda bo'layotgan ishlarni so'zlashimda masala yo'q. Bizmi inson. Biz u yerda bo'layotgan ishlarni o'qigan va anglaganimizda albatta nafratlanamiz. Biz u yerda bo'layotgan ishlardan nafratlanamiz degan. Axborot yig'inida Xitoy millatidan bo'lgan Amerikalik tanharakatchi Nathan Chin va Vincent Jowlarmi Evan Betisning so'zlariga qo'shiladiganligini bildirgan. NBCning xabarida aytilishicha, Vincent Jow tanharakatchi bo'lish sifatimiz bilan biz yanada odamiyligimizni saqlab qolamiz. Biz Evanning deganlarini angladik. Biz uning qarshiga qo'shilamiz degan.
Avstraliya Strategiyalik Siyosat instituti tayyorlab chiqqan zulm binokorligi sarlavhalik zo'r hajmlik doklad 19 oktyabr kuni e'lon qilingandan keyin Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikning bosh loyihaliguvchilari va ijrochilari masalasi yana bir qatim xalqaroning zo'r diqqatini qo'zg'adi. Dokladda ko'rsatilishicha Sharq Turkistondagi siyosiy bostirish harakati dastlabki zo'r tutqundan toki yaqinqi qirg'inchilik bosqichiga qadar o'xshamagan jarayonni boshdan kechirgan bo'lib, bularning hammasida bir shaxsning yoki ma'lum idora jamiyatning xos mas'uliyati mavjud emas ekan. Aksicha bu partiya, hukumat va qonun sistemini o'z ichiga olgan butkul hukmronlik mexanizmi zich hamkorlashgan bir qatimliq kollektiv qurilish bo'lib, yuqorida Shi Jinping, tövanda Chin Chuangu qatorliq bir turkum yuqori darajali kompartiya rahbarlari buningga qo'mondonlik qilgan. Butkul partiya va hukumat sistemasi buningga to'liq ishtirok qilgan. Shunga bu ma'nodan olganda Xitoy hukumatining og'zidan chiqqan bizda muqimlik masalasini o'zining muhim xizmat vazifasi qilmagan bir idora jamiyat mavjud emas degan so'zni butunlay reallik asosidagi haqiqiy tasvir deyishga bo'ladi ekan. Avstraliya Strategiyalik Siyosat institutining mazkur dokladida alayda o'rin egilgan bir ahvol Sharq Turkistondagi qirg'inchilikqa bevosita ishtirok qilgan hukumat amaldorlaridan ikki kishining buningdan ilgari Amerikadagi Harvard universitetida ziyoratchi olim sifatida bilim oshirganligi hisoblanadi. Bularning biri hozirgi atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik hukumatining muvaqqat raisi Erkin Tunyaz bo'lib, u 2012-yili Harvard universitetida qisqa muddat bilim oshirgan ekan. 2021-yilning 5-ida u Jenevadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosida so'z qilgan hamda Sharq Turkistondagi lager sistemasini aqlab, tarbiyalash markazlari terrorlik va oshqo'llikni tugatishga zarur tadbirlar degan. Yana bir kishi Maralbeshin noyalik partikomning sekretari. Bu yil 36 yoshga kirgan Yavning ekan. Yavning ayni vaqtda Xitoydagi Tsinghua universitetida doktorlikni o'qiyotgan bo'lib, 2011-yili Harvard universitetida 3 oylik bilim oshirishga kelgan. 2014-yili o'qishni bitirgan Yavning Qashqar yangi shahrida, keyin Maralbeshin noyasida ma'muriy xizmat bilan shug'ullangan. 2019-yili Maralbeshin noyalik partikomning sekretari bo'lgan. O sekretarlikqa tayinlangan Maralbeshin noyasida tutib turish o'rnidan 9 ba bo'lib, u xizmatga tushgandan keyin nahiyalik hukumat yangidan 320 nafar saqchi qabul qilgan. 2021-yili iyulda Xitoy raisi Shi Jinping 103 nafar ilg'or xizmatchini qabul qilganda, Yavning shularning qatoridan o'rin olgan hamda uningga Munavvar nahiya sekretari degan nom berilgan. Talibanlarning axborot va madaniyat ministri Zabihullah Mujohid Amerika ovozi radiosining muxbiriga qilgan so'zida 15 oktyabr kuni Qunduz shahridagi bir Shia masjidiga o'zini o'ltirib olish xarakterlik hujum qilgan kishining Uyg'ur emas balki afg'on ekanligini bildirgan. Bu yil 15 oktyabr kuni Qunduz shahridagi bir Shia masjidi juma namozida o'zini o'ltirib olish xarakterlik hujumiga uchrab, 50 dan ortiq odam o'lgan, 100 dan ortiq odam yaralangan. Vaqadan keyin Daeshning Xorason tashkiloti intayin g'ayri ravishda bayonot e'lon qilib, hujumga o'zlarining mas'ul ekanligi, hujumning bir Uyg'ur tarafidan ishga oshirilganligini jakarlagan. Ummatchilikni prinsip qilgan va hech qachon terrorlik hujumlarida terrorchining millatini tilga olmaydigan Daeshning bu qitim hujumning millatini alaydan e'lon qilishi xalqaroning diqqatini qo'zg'agan. Biroq Amerika ovozi radiosining yaqinda xabar qilishicha, Talibanlarning axborot va madaniyat ministri Zabihullah Mujohid hujumchining afg'on ekanligini bildirgan. Zabihullah Mujohid Amerika ovozi radiosining bir qitimliq ziyoratini qabul qilganda muxbirning Qunduzda o'zini portlatgan odam Uyg'ur edi. Xitoy sizlarga andisini bildirdimi? Hujumdan keyin Xitoy sizlarga nima dedi degan savolga javob bergan. Biz bu masalada hech bir davlat bilan so'zlashmadik. Daesh jangchilarining hammasi afg'onlar. Ularning ichida chet ellik yo'q degan. Xitoyning Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik qilishi xalqaroning, bo'lib g'arb davlatlarining ko'ngil bo'lishi va tanqid qilishiga uchrayotgan. Shundaqla Taliban Xitoy bilan hamkorlashishni umid qilayotgan bir vaqtda Daeshning portlatishni Uyg'ur ilib bodi deyishi diqqat qo'zg'agan edi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər pirugrammisiga diqqatingizni sundik. Keyin qaytamiz programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr.